Har bir kalla, har bir bosh jaholatdan qo'rqishi kerak. Har bir bola, har bir yosh Navoiyni o'qishi kerak. Har bir ota, har bir mo'ysafid umr hikmatlarin ko'rsatib, nafs arqonlarin qirqishi kerak. Farzandlari nabirasiga Navoiyni o'qishi kerak. Navoiyni o'qishi kerak. Bir bolaga butun mamlakat, ba'zan esa 40 kishi kerak. Beshiklardan tushib bolalar Navoiyni o'qishi kerak. Navoiyni o'qishi kerak. Siz deysiz, yo'l topishi kerak, uy qurib pul topishi kerak. Yo'q, u or qilishi kerak. Navoiyni o'qishi kerak. Navoiyni o'qishi kerak. Samarqandu, Buxoro, Termiz to'ylarida barchamiz jammiz. Bizlar axir kimlardan kammiz? Elga olam olqishi kerak. Olamga tik boqishi kerak. Navoiyni o'qishi kerak. Navoiyni o'qishi kerak. Beruniylar, Ibn Sinolar, Ulug'beklar, Bobur Mirzolar qurib ketmish qanday binolar. Yosh ko'ngillar qalqishi kerak. Navoiyni o'qishi kerak. Navoiyni o'qishi kerak. Vatan azal bitta vatandir. U biz uchun so'lmas chamandir. Shul sababdan bola chog'lardan, maysa chog'lar, lola chog'lardan o'zni urib yulqishi kerak. Navoiyni o'qishi kerak. Dilga nedir yuqishi kerak. Navoiyni o'qishi kerak. Navoiyni o'qishi kerak.